Assalomu alaykum O'zbekiston. Zo'rmisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Men Mirishkor tumani Chandiq qishlog'idanman, Turkman qishlog'idan. Hozir pechkani YouTube'da ko'rib qoldim. Vodiy, boshqa joylarda ham yasalayotgandir, bilmadim. Men o'zimcha yasab ko'rdim. Usta emasman. Yonishi uyga dud chiqmaydi, uyga qurish xavfliroq deyishdi. Men hozir yasab o'zim mana qurib ishlatib ko'rganman. Bugun bitkazib qurib yoqdim, mana ko'rib turibsizlar. Tak 1,5 metrlar atrof bo'lsa, pechkadan shumori tepka ham 1 metrlar atrof bor, kirishadan chiqib 1 metrdan oshib 1,5 metrlar atrofi mo'risi. Tak o'zimni uyim, uyimni sinab ko'rganman. Endi to'g'ri, sal xavfliroqligi issiq, juda yonish kuchli, issiq temperatura kuchli, o'shaning uchun tez yonuvchi narsalar bo'lsa yoqib yuborishi mumkin. Xavflilik tomoni shu. Lekin yonishi gap yo'q, mana ishlatib ko'rdim, ishonsa bo'ladi. Agar yasab ishlatib ko'raman degan ustalar bo'lsa, bemalol men o'zim ko'rdim, sinab. Mana shu holat, mana yonyapti. Bemalol yasab ishlataverasizlar. Imkon qadar uyga qurmoqchi bo'lsanglar, mana shu tez yonuvchan latta, masalan, mana jitkaboy mavjud. Jitkaboy shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy tagiga araliq masofa kengroq bo'lsa, tagiga, asosiy tagiga pishgan g'ishtmi, jelezdan pechkan qo'yadigan qolipcha qilib pishgan g'isht yoki qum solib qo'ysa juda yaxshi bo'lar ekan. Bemalol ishlatsa bo'ladi, yomon emas. Yaxshi, yonish yomon emas. Issiqligi yaxshi. Arziza bittalarcha. Chandiqlik ustalarga